Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga eng katta maksimal tezlikka ega bo'lgan, eng ko'p ot kuchiga ega bo'lgan oilaviy 7 kishilik avtomobilni ko'rsatmoqchiman. Qarshi oling, yangi model BYD Tang L. Ushbu avtomobilimizni maksimal tezligi qancha deb qiziqayotgan bo'lsangiz, mana shu narx segmenti atrofida eng katta maksimal tezlik aynan mana shu avtomobilda. Maksimal tezligi 265 km/soatni tashkil qiladi. Ot kuchi esa 1102 ta ot kuchiga ega ushbu avtomobilimiz. To'rtala g'ildiraklar ham haydovchi hisoblanadi. Batareya sig'imi esa 100 kWh sig'imga ega va eng asosiysi oilaviy bo'lgan avtomobil. Bugungi obzorimizda ushbu avtomobilni sizga yaqindan tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib avtomobilning old qismidan boshlaydigan bo'lsak, obzorimizning old qismini ko'rishingiz mumkin. Tang avtomobilidan Tang L juda ham o'zgacha shaklda ishlangan va bunda dizaynerlar ko'proq bosh qotirganligi bitada bilinadi. Ya'ni ko'p markalarda, ya'ni ko'p avtomobil ishlab chiqarish zavodlarida bilasiz, ozgina o'zgartiradi-da boshqa model qiladi. Bu yerda esa bu to'liqligicha o'zgarishlarga yuz tutgan. Aynan ko'rishingiz mumkin, chiroqlar ham ikki blokka ajratilgan. Yuqorida kunduz yoritish chiroqlari bo'lsa, pastki qismda asosiy yoritish chiroqlari joylashtirib o'tilgan avtomobilda. Va aynan mana shu qismlari ozgina yuvanab avtomobilni ham eslatib yuboradi. Kapotlarini qayrilgani ham va mana bu yerda yonib turgan chiroq esa BYD Han avtomobilini ham bizga ozmos eslatib yuborishi mumkin. Ya'ni nima demoqchiman? Xitoy endi Yevropa brendlaridan emas, o'zini brendlaridan qanaqadir mikslar tayyorlamoqda desak, menimcha adashmagan bo'lamiz. Tang logotipi tushirilgan old qismida Xitoy hierogliflarida va mana shu qism aynan logotip tushirilgan qismni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Bu xrom element ham emas, nikel ham emas. Bu yerda to'liqligicha plastikdan foydalanilgan, lekin juda ham chiroyli shaklga keltirilgan plastik. Rangini ham ko'rishingiz mumkin, ajoyib tarzda. Ya'ni bu yerda xrom yoki nikel elementlar yo'q, qirilib, chizilib asabingizga tegmaydi aynan shu qismi va bu yerda aktiv sovutish tizimi, tormozni sovutish tizimi joylashtirilgan. Undan tashqari Parktronic sensorlarimiz avtomobilimizning old qism bamperlarida ham 6 ta mavjud. Ya'ni bu avtomobilimizda ham avtomatik tarzda turargohga qo'yish tizimi, ya'ni avtoparkovka tizimi bor. Undan tashqari tom qismida liderlarni ham ko'rib turibsiz. Bu avtomobilimiz ham o'zi harakatlana oladi. Avtopilot tizimi bor hamda 2025-yilda ishlab chiqarilganligi uchun Smart Drive chempionlar bor-ku, xuddi shu chempionlar avtopilot tizimida harakatlangandek bu ham harakatlanadi. Smart Drive chempiondan farqi, Smart Drive chempionda bundan bitta past navdagi, o'zimizda boyagi navlar bo'yicha oliy nav, birinchi nav, ikkinchi nav deyiladi-ku, xuddi shunaqangi Smart Drive'dan bitta tepadagi, bitta baland navdagi liderlar bunga o'rnatilgan hamda buni avtopilot tizimi chempionnikidan anchayin kuchli, ko'proq masofani ko'ra oladi va unga nisbatan yaxshiroq avtomobilni yo'llarda boshqara oladi ushbu avtomobil. Avtomobil yon qismiga o'tganimizda ham o'zgarishlar ko'proq bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu qismlari Han L ni ham eslatib yuboradi. Ya'ni Tang L bilan Han L bir-biriga o'xshash qilib ishlangan. U avtomobildan ham, ya'ni Han L dan ham bizga yetib kelgan. Uni ham obzorini tez orada kanalimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bugun esa Tang L haqida gaplashamiz. Disklariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 21-razmerdagi disklar hamda shinalar Goodyear shinalari avtomobilda o'rnatilgan. Disklarni dizayniga keladigan bo'lsak, ana elektromobillarga xos bo'lgan dizayndan foydalanilgan. Mana bu qismlari plastikdan ishlangan, ya'ni avtomobilni yurishida qanchadir havo qarshiligini yengish uchun ham plastik bilan qoplangan, ya'ni diskga kamroq havo kiradi va avtomobilga harakatlanishiga kamroq xalaqit beradi. Shuning uchun to'liqligicha yopilgan disklardan foydalanib o'tilgan va buni mana shu ochiq joylarini ham yopishni imkoni albatta mavjud, lekin uni ham yopsangiz disklarni sovutishda muammo yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun aynan shu qismlari ochiq holatda qoldirilgan. Eshik dastaklari oldingi tanglarda odatiy bo'lardi, o'zimizga xos bo'lgan. Bunda esa kuzovga kirib turadigan hamda ochmoqchi bo'lganingizda chiqib turadigan elektron dastaklardan foydalanib o'tilgan. Yon ko'zgularimiz isitish tizimi bilan jihozlangan. Undan tashqari orqadan kelayotgan avtomobil haqida ogohlantiradi. Elektron boshqariladi, elektron tarzda o'zi qayrilish funksiyalariga ham ega va ko'ryapsizki, avtomobilimiz ramkasiz eshik oynalaridan foydalanib o'tilmagan, ko'pchilikka ma'qul kelmasgan u. Endi xitoyliklar ham baribir bozor imkoniyatlarini, bozorda ya'ni mijozlarni xohishlarini o'rganadi. Shuning uchun bunda to'liq ramkali eshik oynalari va mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu oynadan tortib shu yergacha tekis
bir xilda ishlangan, juda ham ajoyib tarzda ishlangan ekan. O'zim ham bugun e'tibor berdim shu joyiga ayniqsa va orqada ham xuddi shunaqangi shinalar 21 razmerdagi disklar o'rnatilgan va avtomobilda qarang nima bo'lar ekan. Agarda siz bitta motorligini buyurtma qilsangiz, avtomobilimizni shinalarda o'zgarish bo'lar ekan. Orqasida kattaroq, oldida kichikroq shinalar o'rnatilgan bo'lar ekan. Bu esa eng fully ikkita motorli pozitsiyasi hisoblanadi. Bu avtomobilda o'zi 3 ta pozitsiya bor. Birinchi, ikkinchi pozitsiyalar. Birinchi pozitsiyasi premium, ikkinchisi flagship, uchinchisi esa flagship. Mana bunaqangi 4 ta g'ildirak harakatlanadigan hisoblanadi. Bunda 1102 ta ot kuchi bor. Birinchi, ikkinchi pozitsiyalarda esa 680 ta ot kuchi bo'ladi. Bu to'liq elektr energiyasida 600 km masofani bosib o'tsa, birinchi, ikkinchi pozitsiyalari 670 km masofani bosib o'tadi. Chunki bunda ikkita elektr motor bor, shuning evaziga bu kamroq yuradi. Podveskasiga to'xtaladigan bo'lsak, old qismda hozirgi kunda premium avtomobillarda foydalaniladigan hamda eng yumshoq podveskalardan biri deb ta'riflanayotgan 2 bo'g'inli to'liqligicha mustaqil podveska old qismda o'rnatilgan, juda ham yumshoq tarzda harakatlanadi. Orqada esa odatiy ko'p rechakli, ya'ni ko'p rechakli mustaqil podveska o'rnatilgan va buni bir o'zimizni mijozimiz haydab ko'rdi. Bundan oldin Genesis haydagan ekanlar, Genesis GB80 va aynan o'sha avtomobil bilan solishtirganda Tangel juda ham yumshoq tarzda harakatlanganini o'zlari aynan ta'riflab. Tangel juda ham ajoyib dizaynda ishlangan. Bunda dizaynerlar alohida bosh qotirganligini siz avtomobilni yon atrofidan ham bilishingiz mumkin. Orqa qismi ham chiroyli va bu chiroyga chiroqlar ham o'zgachalik bag'ishlab turadi, ko'rishingiz mumkin. Ozgina bizga chiroqlar showusini ham taqdim etadi hamda bunda ham BYD logotipi qizil yonib turadi. Va avtomobilni pultdan, ya'ni masofadan o't oldirish tizimi ham mavjud. Bosib turganingizda o'zi avtomatik tarzda mana hozir o't oldi. Endi o't oldi emas, yondi desak bo'ladi, chunki bu elektromobil-ku. Hozir shuni ham kimdir izohda yozmoqchi edi. Shu xatoyimizdan ham shu yerni o'zida to'g'rilab o'tamiz. Spoilerlar o'rnatilgan, kameralar qo'yilgan avtomobilda va mana shu qismda ko'ryapsiz, spoilerlarda qo'shimcha to'xtash chiroqlari o'rnatilgan. Bu yerda esa nurni qaytaruvchi, chiroqni qaytaruvchi chiroqlar hamda orqaga harakatlanganda yonadigan chiroqlar avtomobilda o'rnatilgan. Orqa bamperda ham 6 ta parktronik sensor bor. Aytib o'tganimizdek, avtomobilda avtomatik to'xtash joyiga qo'yish tizimi ham mavjud. Yukxona ochiladi. Yukxonani ochish tugmasi pastki qismda joylashgan. Mana shu yerdan ochasiz, yukxona esa tepaga o'zi ochiladi. Bu yerda 1800 litrga sig'imga ega bo'lgan yukxona deb yozilgan. Nimani evaziga desangiz, mana bu o'rindiqlar yotadi. Avtomobil aytib o'tdik, 7 kishilik oilaviy. Shuning uchun har doim ham bu o'rindiqlar tik turmaydi. Yotganda esa 1800 litr sig'imga ega bo'ladi avtomobilimiz. Mana shu qismda esa aynan avtomobilni subwooferlari ham joylashtirib o'tilgan, quvvatlagichlari, poliklari, undan tashqari esa o'zini organizeri avtomobilimizni komplektida mavjud. Uni ko'rsatib yotmadim, bilasiz o'zingiz, balon yamaydigan kiliklari va shunga o'xshash narsalari bo'ladi avtomobilda. Xuddi shu narsalarning barchasi avtomobilda bor. Endi sizga avtomobilning ichki qismini ham ko'rsatamiz. Undan oldin esa eshik obshivkalari haqida ozgina ma'lumot beradigan bo'lsak, yuqori qism to'liqligicha charmdan ishlov berilgan. Bu yerda tikishlari ham bor, juda ham ajoyib tarzda ishlangan. Bu yer plastik. Mana bu qism esa hozir juda ham urfga kirgan apelsin rangidagi charmlar. Ya'ni bundan bilishingiz mumkin, avtomobilimizning ichki qismi to'liqligicha apelsin rangidagi charmlar bilan qoplab chiqilgan. Oynalarni boshqarish tizimimiz bor. Undan tashqari esa ambient chiroqlari ham aynan mana shu qismda joylashtirib o'tilgan. Peshalkalar, kolonkalarimiz pastki qismda. Mana bu yerda esa aynan yukxonani ochish uchun tugma ham o'rnatib ketilgan avtomobilda. Cho'ntak bor. Bu yerga suvlarni yoki avtomobilni tozalash uchun ishlatiladigan lattalarni ham solib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham ajoyib tarzda ishlangan. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Oldingi Tangga nisbatan Tangil to'liqligicha o'zgargan. Buni siz aynan obshivkalardan ham bilib olsangiz bo'ladi. Endi esa e'tiboringizni ozgina avtomobilning o'rindiqlariga tortmoqchiman. O'rindiq to'liq elektron tarzda boshqariladi. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana tizzalarimizga qo'shimcha qulaylik yaratadigan atamankalar ham avtomobilimizda o'rnatilgan. Undan tashqari massaj funksiyalarini boshqarishimiz mumkin. Avtomobilning o'zi o'rindiqni ham tepaga, pastga hamda oldiga, orqaga sozlaymiz. Suyanchiqlarni ham sozlash mumkin. Massaj bor. Aytib o'tdim, uni 5 xil massajdan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari o'rindiq isitadi, sovutadi. Rulda ham xuddi shunaqangi isitish funksiyalari avtomobilda mavjud. O'rindig'i to'g'risini aytganda qulay. O'zi BYD avtomobillari o'rindiqlari qulay bo'ladi. Lexus'ga nisbatan ham buni ko'pchilik biladi. Ikki yondan sizni quchoqlab turadi o'rindiq va bunda o'zingizni juda ham qulay his qilib ketishingiz mumkin. Avtomobil o'rindiqlari haqida sizga to'liq ma'lumot berib o'tdim. Ya'ni isitish, sovutish, massaj funksiyalari, undan tashqari elektron boshqarilish, xotira tizimlari mavjud. Endi esa rul qismiga ham ahamiyat berishingizni xohlardim. Aytib o'tdik, rulda ham isitish funksiyasi bor. Undan tashqari rulimiz
tepaga, pastga mexanik tarzda oldinga va orqaga sozlanadi va rulimizning orqa qismida bunda ham yaproqchalar bor. Aynan avtopilot tizimiga javob beradigan multirol barcha funksiyalarni boshqarishingiz mumkin va oldingi tanglarda bilasiz, uzatmalarni o'zgartiradigan joystikimiz mana bu qismda o'rtada markaziy konsolda joylashgan bo'lardi. Bunda ham o'zgarish bo'lgan, ya'ni gitarada joylashtirib o'tilgan. Bu kimlar uchundir qulay, kimlar uchundir noqulay ekan. Endi aynan mana shunaqangi gitarada uzatmalar joylashtirilgan avtomobilni haydaganlar uchun juda ham qulay. Chunki bunda pastga qarab yotmaysiz, shu yerni o'zidan uzatmalarni oldiga, orqaga qilib o'zgartirib ketaverasiz. Undan tashqari avtomobilda head-up displaylari mavjud. Face ID tizimi ham bor. Aytib o'tdik, bunda avtopilot bor. Tom qismida liderlarni ham ko'rdingiz. Tom qismi deganda tomini ham aytib o'tay. Undan tashqari pardani ham ochsak, salon yorug'roq bo'ladi. Tom to'liqligicha panorama ochilmaydi, lekin juda ham katta oyna qo'yilgan. Oldingi tanga nisbatan buni tomi kattaroq, ya'ni ko'rinish ajoyib. Faqatgina bitta minusi, endi minus ham deb bo'lmaydi. Hozir zamon shunaqa, deyarli hech qaysi avtomobillarning tomi ochilmaydi. Faqatgina shu lyuk yo'q. Qolgan qismlarda hech qanaqangi minuslar yo'q avtomobilimizda. 15.6 dyumdagi kattakon displeyimiz mavjud. Bu 3D shaklda ishlaydi. Ya'ni avtomobil keladi, bu yerdan siz sozlamalarni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. D-Link 5 o'rnatilgan avtomobilda. Avtopilot tizimi ham eng oxirgi avtopilot tizimlari o'rnatilgan. Ishlashiga umuman gap bo'lishi mumkin emas, qotmaydi. Mana bu yerdan siz ko'ryapsizki, aynan sozlamalarni, konditsioner sozlamalarini o'zgartira olasiz. Mana bunday qilib esa graduslarni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa o'chirib qo'yamiz hozir. Undan tashqari aytib o'tishim kerak, avtomobilimizni havoni tozalash tizimi bor. Aynan 3-pozitsiyada bo'ladi, birinchi, ikkinchisida yo'q va mana bunaqangi hozir ko'rsatib o'taman. Havoga xushbo'y hid beradigan o'zini xushbo'ylantirgichlari ham aynan avtomobilimizda mavjud. Juda ham ajoyib. Bu ham aynan 3-pozitsiyada bo'ladi. Markaziy konsolimizda ko'rishingiz mumkin. Simsiz quvvatlash, zaryadlash porti, undan tashqari sovutish tizimi ham o'rnatib ketilgan. Mana bu yerdan multimediani ovozini past-baland qilishingiz mumkin. Avtomobilni o'chirib yoqadigan tugma ham aynan shu qismda o'rnatib ketilgan. Endi avariyaviy chiroqlarimiz bor, rejimlarni o'zgartirish, avtoparkovka hammasi shu yerda. Bardoshok ham avtomobilimizda mavjud va shu yerda ko'rishingiz mumkin, to'liqlicha uyg'unlik bor avtomobilda. Mana bu qismlari ham plastikdan foydalangan, aynan eshik obshivkalaridagi bilan bir xil. Ya'ni avtomobilda qanaqadir siz uyg'unlikni bilishingiz mumkin va aytib o'tdim charmlarni. To'liqlicha apelsin rangidagi charmlardan foydalanib o'tilgan. Stakan qo'yish uchun joylarimiz, pastki qismda ham joy bor. Undan tashqari USB Type-C portlari ham bor. Rozetkalar ham aynan mana shu qismda mavjud va eng asosiysi, bu avtomobilimizda muzlatgich bor. Va bu muzlatgich oldin birinchi bo'lib li avtomobillarda kirib kelgan muzlatgich, u 0 gradusgacha sovutardi. Bu esa -6 gacha sovutadi. Mana bu yerdan yoqasiz hamda -6 ga qo'yasiz. Mana shu qismdan ham kirishingiz mumkin muzlatgichga, ya'ni haydovchining o'zi ham bemalol muzlatgichdan foydalana oladi. Undan tashqari esa orqada ketayotgan yo'lovchilar ham orqa qismda muzlatgichni ochib bemalol foydalansa bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Avtomobilda kerakli bo'lgan barcha qulayliklar mavjud. 7 kishilik oilaviy, yurishi zo'r, kimgadir sport avtomobil kerak bo'lsa, 2 tonna 800 kilogramm og'irlikda, deyarli 3 tonna bo'lgan avtomobilimiz 3.9 soniyada 0 dan 100 gacha qo'zg'aladi. Batareyasi 100 kW. Kerakli bo'lgan barcha narsalar avtomobilda bor. Orqa qismiga ham joylashib oldik va bu avtomobilimizning orqa qism o'rindiqlarida ham isitish, sovutish tizimlari. Endi isitish, sovutish hammasi bor-ku, undan tashqari massaj tizimi ham mavjud. Maza qilib orqada o'tirib ham massajdan foydalanib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu qismda tirsak suyanchiqlarimiz bor. Stakan qo'yish uchun joylar ham avtomobilda mavjud, ko'rishingiz mumkin va 3-yo'lovchi uchun ham mana bu yerda xavfsizlik kamarlari qoldirib o'tilgan. O'rindiqni, aynan mana shu o'rindiqning orqa qismidan ham siz elektron tarzda boshqarsangiz bo'ladi. Buni barcha avtomobillarda ko'rib o'rganib ketdingiz va boya aytganimdek, orqadan ham muzlatgichga kirsa bo'ladi dedim-ku. Shu narsa mana shu yerdan ishlaydi. Ya'ni tugmani bitta bossak, mana muzlatgich ochiladi va -6 gradusgacha bemalol ichimliklarni, undan tashqari muzqaymoqlarni ham ichiga solib qo'ysangiz bo'ladi, chunki bu muzlata oladi va orqadan ham siz iqlimni nazorat qilishingiz mumkin. Bu degani avtomobilimizda 3 ta hududli iqlimni nazorat qilish bloki mavjud. Oldida 2 dona bo'lsa, orqada alohida yana 1 dona iqlimni nazorat qilish bloki bor. Type-C hamda USB portlari ham orqada o'rnatib ketilgan. Ko'ryapsizmi? Qulay, to'g'rimi? Joylashish yaxshi, bosh tegmaydi, maza qilib massaj olib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari nima qilsangiz bo'ladi? O'rindiqni yana orqaga sursangiz bo'ladi. Hozir mana sizga ham ko'rinishi uchun bunisini ham suramiz. Qarang, shuncha orqaga sursangiz bo'ladi o'rindiq. Bunda esa siz shuncha katta joyga ega bo'lishingiz mumkin. Maza qilib, undan ham ko'p maza qilib harakatlanib keta olasiz, faqatgina orqada yo'lovchilar bo'lmasa. Orqadagi yo'lovchilarni ham o'ylagan holda biz o'rtacha qulaylikka qo'yamiz o'rindiqni. Mana shu ham yomon emas.
Bir vaqtlar Nexia'da ham yurganmiz. Hozirgacha yuribmiz. Shunday ekan, unaqa o'zimizdan ketib qolishimiz ham shart emas. Mana shu qulaylik ham bizga yetib ortadi deb o'ylayman. Avtomobilning orqasida ham, oldida ham barcha joyda qulayliklar yetarlicha. Massaj deysizmi, stress sovutish deysizmi, xolodilnik deysizmi, panoramadan foydalanish, hammasi bor. Bundan tashqari mana ko'rishingiz mumkin, tomda ham deflektorlar o'rnatilgan, to'g'ridan-to'g'ri yuzingizga muzdekkina havoni haydab turadi. 3-qatoriga o'tish sizlik bizga ham qiziq. Mana shu yerda rechak bor ekan, buni tortishimiz bilan o'rindiq suyanchiq ozgina yotadi. Hamda ko'ryapmiz, o'rindiqni aynan o'rindiqni o'zi ko'tarilar ekan, hamda mana relizda suriladi oldiga. Ko'ryapsizmi? O'tish uchun sizga maksimal tarzda qulay joy ochilar ekan. Ko'pchilik aynan 7 kishilik avtomobillarda ko'ramiz, o'rindiq ozgina yotadi hamda suriladi. Bunda esa qo'shimchasiga ko'tariladi. Bu degani avtomobilning orqasiga o'tish ham siz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi siz o'tmaysiz, baribir farzandlaringiz o'tganda ham hech qanaqa qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Maza qilib orqaga ham o'tib ketish mumkin avtomobilda. Endi esa o'zim o'tib sizga ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, o'tish qulay. Endi buni yopsak hozir sizga kadr ko'rinmay qoladi, shuning uchun yopmaymiz, yopilgan joyda o'tiramiz. Boya o'rindiqni sozladim, aynan ikkinchi qator o'rindiqlarni video davomida ko'rdingiz va 3-qatorda o'tirish ham 1.75 bo'yim bo'lishiga qaramasdan men uchun ham qulay. Endi o'rtacha qulaylik, ozgina mana bunaqa oyog'ingiz balandroq bo'lib turadi, bu endi tabiiy holat. Va endi yosh bolalar o'tirish uchun 15 yoshgacha bo'lgan bolalar asosan o'tiradi 3-qatorda. Ular uchun qulay. Stakan qo'yish uchun joylar bor. Mana bu yerda aynan pardalarni qo'yish uchun joy ham bor ekan. Agarda o'rindiq yotgan holatda biz pardalarni qo'yishingiz mumkin va orqa qatorda ham karnaylar bor. Avtomobilimizda to'laligicha 26 ta karnaylar bor. Yukxonasida subwooferlari bor va bu Devale degan Fransiya brendiga tegishli bo'lgan premium klassdagi karnaylar o'rnatilgan. Audio tizim juda ham ajoyib ushbu avtomobilimizda. Chiroqlar 3-qator uchun bor. O'rindiqni charmlari ham xuddiki oldi qatorlarda qanaqa bo'lsa, 3-qatorda ham xuddi shunaqangisidan foydalanib o'tilgan. Bosh suyanchiqlari ham bor va undan ham foydalanish mumkin avtomobilda. To'g'risini aytadigan bo'lsak, avtomobilni ko'rdingiz, o'rindig'ini ochilishini ham o'tishga maksimal tarzda qulay qilib ishlangan va bu avtomobilimizni 3-qatori har doim foydalanish uchun ishlab chiqarilgan. Ya'ni ko'p avtomobillarning 3-qatori bor va undan foydalanilmaydi. Nima uchun? O'tish qiyin bo'lganligi uchun va joy tor bo'lganligi uchun. Bu avtomobilda unaqa emas. Bu avtomobilda sizga maksimal bo'lgan qulaylik beriladi. Ya'ni 3-qator ham qulay, o'tish ham qulay, 2-qator, undan tashqari esa haydovchi bo'lib haydasangiz ham barcha qulayliklardan bahramand bo'lasiz. Yangi model BYD Tang L ni sizga to'liq ko'rsatishga harakat qildik. Obzorda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Endi esa sizga avtomobilni narxini hamda texnik xususiyatlarini aytib o'tamiz. Bu avtomobilda 3 ta pozitsiya bo'ladi. 680 ta ot kuchiga ega bo'lgan birinchi va ikkinchi pozitsiyalar, 1102 ta ot kuchiga ega bo'lgan. Mana shu 3-pozitsiyasi, u 680 ta ot kuchiga ega bo'lgan avtomobillar bir to'liq quvvatlanishda 670 km masofani bosib o'tadi. Unda ham 100 kilovatlik temir fosfat batareyalar o'rnatilgan. Bunda ham xuddi shunaqangi 100 kilovatlik temir fosfat batareyalar o'rnatilgan. Motor ikkita bo'lganini evaziga va ot kuchi ko'proqligini evaziga bu avtomobilimiz to'liq quvvatlanishda 600 km masofani bosib o'tadi va 0 dan 100 gacha mana shu deyarli 3 tonna, 2 tonna 880 kg bo'lgan avtomobilimiz 3.9 soniyada qo'zg'aladi. Ko'ryapsizmi? Qanchalik avtomobil bahaybat va og'ir bo'lishiga qaramasdan tezlik ham ajoyib va bu avtomobilimizni maksimal tezligi aytib o'tganimdek eng balandlardan biri hisoblanadi. Maksimal tezlik 265 km/soatni tashkil qiladi. Endi bu avtomobilni kimlar xarid qilishi mumkin degan sizda tabiiyki savol tug'iladi. Bu avtomobilni hamma xarid qilishi mumkin. Ya'ni buni dinamik ko'rsatkichlarni evaziga sportni sevadigan odamlar ham xarid qilsa bo'ladi. Maksimal tezlikni evaziga esa tez yurishni xohlaganlar ham xarid qilsa bo'ladi. Yumshoqligini evaziga esa qulaylikni xohlaganlar xarid qilsa bo'ladi. Undan tashqari 7 kishilik bo'lgani uchun esa oilaviy, ya'ni kattaroq oilaga ega bo'lgan odamlar ham maza qilib xarid qilib haydashi mumkin bo'lgan universal avtomobil desak, menimcha adashmagan bo'lamiz. Bu avtomobil King Motorsda sotuvda mavjud edi, lekin bu sotildi. Sizlarga kontent bo'lishi uchun, ya'ni BYD Tang avtomobilini ko'rsatish uchun sizlarga obzor olishga qaror qildik. Sotilgan bo'lishiga qaramasdan avtomobilimiz 49 ming AQSh dollari deb baholangan edi. 49 mingga sotildi 1 yil kafolati bilan. Endi esa sizga xuddi shunaqangi Tang avtomobili kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizga buyurtma asosida 49 mingdan arzonroq bo'lgan
narxlarda ishonchli tarzda keltirib berishimiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang. Avtomobil haqida o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Ya'ni oldingi Tang yaxshimidi yoki bu ko'proq chiroyli bo'lganmi? Buni kelib haydab ko'rsangiz, o'zingizda ham anchayin nima deydi, emotsiyalar o'zgaradi, chunki bunda tashqaridan kichik avtomobil bo'lib ko'ringan bilan ichkarida siz haqiqiy crossoverni boshqarib ketayotganingizni bittada bilib olasiz. Va kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying, chunki yangi avtomobillarimiz ko'p. Undan tashqari Tang L avtomobillarimiz ham kelgan. Yaqin orada Han L avtomobillarimiz ham kelgan. Yaqin orada aynan Han L ga ham obzor olib kanalimizda joylaymiz. Shunday ekan, keyingi videolarda ko'rishguncha sizlardan esa qo'llab-quvvatlash uchun like hamda izohlarni kutib qolamiz.